Hammaga salom. Menga ko'plar yozyapti, green kartani borib o'ynab keldik, green karta o'yini boshlanibdi deb. Hech qanaqa green kartani o'yini hali boshlangani yo'q. Har xil moshenniklarga uchrayotgan bo'lsanglar, iltimos o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Green kart hali ochilgani yo'q, lekin ofitsialni yopilgani ham yo'q. Hozir green karta $1 hamma to'laydigan shunaqa qilib qo'yishdi, shunaqa o'zgarishlar bo'lyapti saytida. Ham bizda Amerikada government shutdown degan narsa ketyapti. Hamma davlat korxonalari yopiq. O'shanga hali green card ochilmadi, lekin mana shu yil oxirigacha ochilib qoladi, xudo xolisa. Ochilgandan keyin men videoda sizlarga e'lon qilaman. Har xil savollar menga beryapsizlar. Har bitta ko'p savollarga green card to'ldirayotganda eng ko'p qiladigan xatolarni ikkita video qilib berganman. Hammasini podrobno qilib tushuntirib berganman. O'shanga o'zingizlar tekshirib, ikkita videoyimni topib ko'ringlar, chunki hamma savolingizga o'sha javob berilgan. Lekin menda agar to'ldirmoqchi bo'lsanglar, lichkaga yozinglar, green card ochilgandan keyin anketalarni qabul qilishga boshlayman.